Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun yana gullarimizni ko'rsatishga qaror qildik. Xo'p, yozgi qilib katarant sepgandim. Uni ko'rsatganman qanday sepishlardi. Shular mana endi tayyor bo'ldi. Bu yerda qizil rangi bor, bu yerda qizil, oq, shaftoli ranglari bor. Gullarimiz juda chiroyli bo'lgan, ranglari ham o'ta tiniq, ideal darajada. Ko'rib turganlaringdek. Mana o'tgan safar karam urug' tashlagandik. Karam gul urug'lari bir pasda chiqib qolibdi, do'stlar. Bu tarafiga qizil, bu tarafiga deta 4000 tacha ekdik, 2000 ta oq, 2000 ta qizil qilib. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, Katarantus sotiladi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerimni yozib qoldiraman. Narxi 1500 so'mdan. Ko'proq olgan odamga yana ham arzonroq qilib beraman. Olishiga qarab. Anchagina bor foydalanuvchilarga. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Bu stakanlarga Golland sortdan sekin qalam chaqib kelyapmiz. Bu tarafga ham shunaqa qilmoqchi edim. Mana shu yerda ham Golland sort. Bu haligi yaxshi navlardan xrizantema. Bu tarafga qalam chaqib ketmoqchi edim. Plan o'zgarib qoldi. Endi bu tarafdan kelaveramiz. Ekkan pomidorlarimizda ekkan urug' pomidorlarimiz ko'chati tayyor bo'lgan. Ekib bo'ldik ochiq maydonga, narigi tarafga. Endi hozir pateriyalarni sekin ekib chiqyapman. Havo ham rosa zo'r bo'lyapti. Shunaqa do'stlar. Kimga Katarantus qiziq bo'lsa, telefon nomerimni yozib qoldirib ketaman. 99 321 82 17. Rosa chiroyli bo'lgan Katarantusimiz. Bu teplitsamizni ham ko'rsatib o'tay. Teplitsamizda hech narsa qolmadi. Bodring bor, bodring o'zi gullab solyapti ham o'rnida. Bu yerda ozgina verbinamiz surilib, gultoji xo'roz, petuniyachalar, qirovgul, mana zina ashlar qolgan, kelib zarur bo'lganlar olib chiqib ketishyapti do'stlar. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.